Assalomu alaykum. O'zbekistondagi eng arzon osh Yaypan shahrida bo'lib, uning bahosi atiga 8000 so'm ekanligini bilarmidingiz? Bugun biz shu haqida gaplashamiz. Darhaqiqat, oshga qo'shib ushbu bahoga non, choy va salat ham tekinga beriladi. O'zbekiston tumanining markazi Yaypan shahridagi Qurbon ota choyxonasida narx-navo xuddi shunday. Choyxona egasi tadbirkor Qurbonali To'xtaboyev qariyb 40 yildan buyon ushbu sohada faoliyat yuritib keladi. U o'zi egalik qiladigan choyxonadagi narx-navolar haqida shunday deydi. 8 mingdan sotyapmiz, shuni ichida tuxumi bor, non bor, non qilib bo'ladi. Shakarot, choy, sho'rva bo'lyapti, 10 mingdan bo'lyaptiki, bu mol go'shtiga. Mol go'shtiga bo'ladi. Shuni endi misol bir kasa bersak, to'ymay qolsa ham ustiga kuydiramiz. U ham non, choy ichida hammasi. Choyxonadagi taomlarning mazzasi haqida so'rayapsizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Bizning aytganimizga siz ishonmasligingiz mumkin. Shuning uchun mikrofonni shu yerda doimiy taomlanib yuradigan mijozlarga tutamiz. Ta'mlari juda yaxshi. Sho'rvalari bor, ko'chalarda qilishadi, alishtirib ovqatlari, shashlik, somsalar bor. Hammasi mazzali, yaxshi. Mana shu yerda erta bilan kechgacha salqinda o'tiramiz, choylardan ichamiz, ovqatlardan yeymiz. Xudoga shukr, yaxshi. Choylari VIP, non, salat, osh. Eng arzon O'zbekiston Respublikasi bo'yicha eng arzon oshxona mana shu bo'lsa kerak menimcha. Har hafta kamida 5 kun 6 kun ishga kelib, o'tirib dam olib ketaman. Ovqatlari biz bop, narxlari ham biz bop. Hozir mana osh turibdi, tuxumi bilan 10 ming, noni, choyi bepul. Sho'rva ichadigan bo'lsak, sho'rvasi ham 10 ming. Shayliklari ham bor. Shu yerda bemalol o'tiramiz, choyiga, noniga pul olmaydi. Dargoga keng. Ba'zida mana shu ba'zi birlari keladi, pulim yo'q deydi. Ularga ham indama savob uchun deb ularga ham xizmatini qilib qo'yadi. Men aytaman, bu Qur'onali bunaqada uyingizni qayerdan topasiz? Bizga Alloh barakasini beradi. Tadbirkor biz bilan suhbatda halollik hamma narsadan ustun ekanligini ta'kidlar ekan, ishonmaganlar ishimizni kelib ko'rishi mumkin deya fikr bildirdi. Shuningdek, u hozirda 6 nafar yurtdoshimizni ish bilan ta'minlaganligini ham qo'shimcha qildi. Qurbon akani aytishicha, ishchilarga har kuni ertalab ular ish boshlamaslaridan kunlik haq to'lab beriladi. Hozir meni qo'limda 6 ta odam. Erkaklarga 200 mingdan, ayollarga 80 ming. Kuniga ertamadan olishadi. O'zbekistondagi eng arzon oshdan yeb, sho'rvasidan ichib ko'rishni niyat qilgan bo'lsangiz, unda biz sizni Yaypan shahriga taklif qilamiz. Eslab qoling, ushbu choyxona O'zbekiston tumanining markazi Yaypan shahridagi avtoshoh bekat ichida joylashgan.